Cobalt so'ragan klientlarimiz uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, metan gazli ustanovka qilib qo'yilgan, olib haydashga tayyor Cobaltimiz bor. Mashinamizga 4 ta yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Salon holatlarini ko'zdan kechiramiz. Ashifka torpedalari zo'r holatda bo'lib turibdi. Qirilib, sirilib ketmagan. Mashinamiz 49 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Cruise control, multi rul, hop, monitor, video registratorli ustanovka qilib qo'yilgan. Salonlari parlament sveti, yangi vipskadagi chexollar toqib qo'yilgan. Zo'r holatdagi Cobaltimiz. Chexollari ham akkuratniy bo'lib turibdi. Bagaj knopkalar torpedaning tagida. Orqa tarafdan ko'rinishlari umuman qirq-sirg'lari yo'q. Bagaj holatlari ham akkuratniy, top-toza bo'lib turibdi. Metan gazlari ustanovka qilib qo'yilgan. 2022-yil avtomat korobka. Mashinamiz eng minimal 19 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 4 million 400 mingdan. Agarda siz 33 million to'lab bersangiz, oyligini 3,5 millionga tushirib beramiz. Kerakli hujjat faqatgina pasport, mashina to'liq nomingizda bo'ladi. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Telefon qilib yana ham batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi.